bu qaytib safarimiz Turpanga bo'ldi. Davay, davay, Turpanga davay. Chiroqni yo'rqida yeli. Hey, bu yer ya signal tatmasa, ya bir odammi bo'lmasa, ya bir mashinami o'tmasa bu yerdan. Qachongacha o'tiramiz? Tong'atgacha o'tiramiz. Hammani qilamish tas. Sen yo'lda xato mamagan bo'lsan, mushkun qolmay chiqibsiz. Men xato mangma debman, xato mangdimmi men? To'r yo'qog'ashqa, dohron xato boshlag'ashqa men xato mangdim. Men nima? Sen mi diqqat qilsan umumda? Ha? Bir safarga chiqib boqmagan odamdek ish qilgansan. Artist chiqib turpan berib bo'pti. Ya aloqalashamiz. Bir nim deb o'ylab qoldi bizni. Nim deb qo'ysa o'ylamamdi. Hozircha muhimi meni ayolim deb o'ylab qila. Ayolim deganman baldir qaytmadi. Voy. Tushuntirib qo'ysang bo'ldi emasmi? Qanday tushuntirma? Telefonning signali bo'lmasa, men jangalda bir kech qondim desam, ishlamda ayolim. Sizlar bog'i to'y qilmagan. Shu uqmaysizlar bu ishni. Hey, Turpanga ketgan bo'lsan qanday qilading? Xuddi bir ruxsat so'rab chiqqanda kelib qo'yapsizlar. Telefon qilmay yo'qqa ketgan yaxshi-ku. Naymandiga. Sizdan naymanganmi? Men bilsem so'randim sizdan. Öygümandım. Ketsiz. Qo'rqmamsiz yo'lda? İçimde hecep sıktım o. Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Oy, to'xtang. Nim bo'ldi? Oy, isingiz bo'lmaydi. Nimiga? Samirib ketsa. Nim yeymamsan? Mana maniya. Parvona nolmay tarkiblik shirinlik kangirtin to'zdirib bo'lsa, samirib ketishdan ansirbisingiz bo'ladi. Ham bir xil payza. Parvona shirinlik kangirtin to'zdiri. Ya balla. Biz menda o'tirsak, tong'atgacha o'tirib qolmaymiz. Biri amal topsak oldik. Nima amal topmaymiz? Bana sayman bormi? Sayman bo'lmasa, mashina o'ng'ishig'il bo'lmaydi. Bizning satrashqanda sayman bo'lmasa, chashnim keskin olmaydi. Demak, sayman yo'q, mashinami mang'anmaydi. Hamsha qag'rimiz qag'an bizning. Faqat amal bo'lmasa qo'nib qolamiz-chi. Ne buldu kız? Hayat biraz bak ya. Kaçıp 5 oldum ya ya. Hemmedim bek bağıma 4 olan 5 yaş oldum ben. Ya kişi oğandı ki ottağı jet düştü ki ya çıkıp ne bir izlep baksanlar öyle olsun uçurmam diye. Şıkılıp ben de ya bir gen geçti ben sizlerden yedi yatmayayım ha. Uy, kim yatırkensizler? Ben xotnu adamman. Ben size yatırmadım mı? Ben miyede sizlerden konup kalmayayım ha davatım ha. Bu koldan hiç işkemeydiğin bir top yarımasla. Şiparma to'g'ridaydi. Ya'misi aylanib boqayli. Biri uy olsun uchrab qala. Ha? Ashta qildi, aylanib keldi bo'ldi. Chiqman bormayman. Yer ketdim men. Ha bo'pti.
Onu olsa ya sen iş parolan qilib mashin qaratdi. Biz berib kelaylik. Qopinglar. Üçüz ketdimi? Siz babamsız-ku? Shu sizni o'zingiz qo'rqamsiz deb kelishim. Yenilam siz bek qizlarning ko'nglini tushunsiz-jimi? Shunda bo'ldi endi. Hey. Ha? Sizga deydigan bir gapim bor-da. Ada. Sen xijil bo'ldimi? Voy, xijilmaydi, ha? Durustga qilsam, faqat chidayolmadim. Nimaga? Ayjon, so'rab turibman ha. O uchisi bor bo'lsa odam xijilib deyamaydi-ku, shu ikkimiz ayrim qolganda deyapman. Nima men tanlab dedingiz bu gapni? Endi ikkimiz uzoq yillik tanishlardan, yaxshi do'stlardan, shunga yordam qilamiki deb devadim. Oy, chaqchaqmaga bu xotinim bormi? Bo'pti. Buning munosabati yolg'iz bo'lish bilan bu deganing butun er-ayollarda bo'lgan normal ahvol. Siz bexatarlikkansizmi? Mush mashinadami? Voy yo, mashina qulay suzib qoldi. Pastga tushib. Pastga? Ha. Uchsiz kep qolguncha vaqtni ching tutaylik. Bo'ldi-mi? Shu kep qilamiki hozir? Voy, birdam tugaydi. Bo'ldi-mi? Hozirmi? Ha, hozirli bulan. Chidimidim bulan. Anim bor sizga keldim-da. O'zingiz nima dedingiz-ku? Voy, men sizda mashina oldida turib, menga to'xtamay gapiramki degandim, biz qo'rqar ekanman. Bu yerda mashina oldida gapiraman. Men turib ishimni qilib olay. Qistab ketdi bular. Baldir demamsiz bu gapingizni? Odamni qo'rqitib. Ha, gaqlar, bormisiz? Nima deyman? Ha, nima desiz demamsiz? Daryo, bo'lib oqaman. Voy, bo'ldi, boshqa ne? Oqadu daryolari, suvlari suzib. Voy, bo'ldi, siz suv to'g'ri naqsh aytaman, siz aytma, bo'ldi, voy. Nima? Siz aldingizmi? Ha? Qo'rqib ketdim. Nima shu? Xudo qilamiz endi. Bu ya sal xatarlik qilib turdi-juma. Shuni yana ketamdik ya. Bora olamizmi? Boshqa tanlash yo'qmi? Qo'pini asta berib baqli. Tejam elektron savdo-cheklik şirketi Turpanga safar filmini alohida qo'llagan.
Ay, Ha? da korkunçluk bu ya. Voy, keyiningizda men tursam nimada qo'rqsiz? Baytul kendim götürüp ben tutamam sen devam et Cemil. Siz bor, men bor. Yo'qda yaxshi-da. Kunda qilay. Ha? Öyle bağımı ne mi? Ha, uy bada qildi juma. O tabağımda. Ha, odam bada qildi. Ey, uchib ikkimiz tashlab qo'ymish ekan, yeta olmaganda ha. Oy bu bir taşlandık ya mı ne mi ya sen? Bir adamın kurusunu göremedi o. Ma uchun ne qaşqanda? Ha, Bir nimni es qilamiz mı? nimani? Ben konuşurken ya. Tuturaga qarab boqay. Hey, bu bir tashlandiq yerda qilib turdi juma. Lekin men badaningizga qo'rqdim siz qat'iy yarashmaydi ekan sizga. Bak bir ağır tetren. Nima olar ekan? Bunun bak geliyorsun. Çatak çıktı. Nimiş bo'lding? Ügre. Nima ugra? Enim dadam apalarını ilip bizden uyga kelay deb qopti. Ular safardan kelgandan keyin harda o'qishi ishkisi bor ekan. Men yo tomoq idishni bilmaysan. Xotin kishi bo'lgandan keyin bir amal qilmabsiz. Ha. Acayip o'xshabdi. Ha? Qizim, yana bir chini aytchiqing ha. Ma'qul dada. Xotin, tomoqni qanaqa qildingiz? Parvonadan so'rang. Parvona? Parvona tayyorgarchilik tamoqlari sizga haqiqiy uy ta'mini his qildirdi. Salam qamğansız? Yo'g'on jangal desam yo'q etmadan ha. Qo'rqayman men bir sana bildiğin bilan. Men yatayamsa. Ay yo'q. Voy Mehmet nima? Ayolim bamdan. Ben bu kimle yasam berber. Hey. Uy.